Salom, sizlar bilan o'zimcha Yo'ldashev. Ushbu videoda men sizlarga Forex Signal programmamizni ko'rinishi, qanaqa ishlaydi, sizga yordam beradimi, yo'qmi, hozir oltinning giperaktivlik holatida 2026-yilda qanday ishlaydi va qanday natijalar olishimiz mumkinligi haqida ma'lumot berib video tayyorlayapman. Demak, videoni ko'ring va o'zingiz guvohi bo'lasiz. Demak, Forex Signal programmamizning ko'rinishi mana shundan iborat. Misol uchun ko'rsataman. Mana oddiy grafik bilan buning farqini mana bu oddiy grafik deylik. Bu tomonimizda mana oddiy grafik. Bu tomonda esa signal programmasi. Ya'ni shunga qarab bilib olishingiz mumkin. Ya'ni bu oddiy grafikdan ko'ra ko'proq elementlarga ega va o'ziga yarasha ko'p funksiyali deyishimiz mumkin mana. Mana oddiy grafik, bu esa signal programmadagi holat. Shunga qarab siz narx-navoni qayerga ketyapti, nima bo'lyapti, hammasini bilib turishingiz mumkin. Buni amaliyda ko'rsatib o'taman. Biz avvallari 2019-20-yillardan beri ishlatamiz ushbu programmani. O'sha paytlarda biz soatlikdan foydalanardik. Chunki u paytda divizioniy kam edi, misol tilloda ishlatamiz asosan, lekin bu istalgan aktivga, valyutalarga, kriptovalyuta, aksiyalar, indekslar va istalgan o'zingizga xohlagan neftmi, kumushmi ishlataverasiz. Lekin eng effektiv biz endi hamma ko'p foydalanadigan biz nimaga ishlatganmiz? Ko'proq tilloga ishlatganmiz. Tilloga ishlatganmizki, tillada juda yaxshi effekt beradi. Avvaliga biz soatlikda ishlatardik. Hozir soatlikda emas, keyin esa 25-yilda ko'proq 5 minutlikda ishlatdik. Hozir esa 1 minutlikka ham o'tdik. Nimagaki tilloda giperaktivlik, ya'ni juda ham tez yurish xususiyati paydo bo'ldi. Mana misol uchun hozir mana yanvarning oxiri bo'ladigan bo'lsa, men 1-2 kunlik natijani o'rtoqlashaman. Mana bu sell signalni ko'ring mana. Mana bu sell signaldan birinchi punktda 22.000 punkt. Yana kutsangiz 39.000 punkt foyda beryapti. Bu 1000-2000 punkt emas. 1000, 10 minglab punktni aytyapman. Undan avval mana bu yerdagi sell signalni qarang. 39.000, 40.000 punkt. Bitta X1 signalda yoki mana bu yerdagi buy signalni ko'rsak. Birinchi urinish 8.000, ikkinchi urinish 20.000, uchinchi urinish maksimumgacha kutsangiz 48.000 punkt. Ko'ryapsiz, juda ham katta giperaktivlik holati bor hozir. Soatlikda sal xavfli desak ham bo'ladi. Chunki balansingiz kamroq va lotingiz kattaroq bo'lsa, uzoq vaqt kutishga hojat yo'q. Shuning uchun Forex Signal programmamizni misol bemalol 1 soatlikda, avvallari 4 soatlik bilan 1 soatlik ishlatardik. Keyinchalik esa demak 1 soatlik bilan 15 minutlikda ishlatdik. Hozir esa 5 minutlik va 1 minutlikda ishlatamiz. Mana 5 minutlikni hozirgi sveji nimalarni ko'ray. Mana sanani ham ko'ring. Yanvarni oxiri mana 26-yil 30-yanvar. Bemalol narxlarni solishtirib olishingiz mumkin. Mana bu yerda mana signallar bo'lgan. Shu kunning o'zidagi signallarni ko'rsak mana. Mana kichkina signallar. Qarang, 4.5 punkt. Mana bu sell signal mana 3300 punkt. Yana buy signal beryapti. 3300 punkt. Xo'p, mana yerda mana sell signal 6200 punkt. Mana bu yerda yana buy signal qarang 8000 punkt. Mana bu yerda mana oxirgi buy signaldan ham mana 6300, 6400 punkt. Ko'ryapsiz? M5 da juda ham katta raznica beryapti. Lekin biz bundan M5 dan misol 25-yilda biz atiga 200 punkt foyda olish reja qilgandik bitta signaldan. Atiga 200 punkt va kuniga 5 ta signal tutsak, bu qancha bo'ladi? Bu 1000 punktni tashkil qiladi. 1000 punkt. Bu 1000 punkt 001 eng kichik lotda ham teng bo'ladi. Qanchaga? 10 dollar. 10 dollar ishlash uchun hisobimizga kamida 100 dollar tashlay olamizmi? Ha. Demak, siz kuniga 10% foyda qilishingiz mumkin edi. Endi esa 5 minutlik ham hozir giperaktivlik holatida bizga shart emas, 1 minutlikda ishlayverasiz. Mana 1 minutlik. Hozir bir ikkita misollarni ko'rsataman. Mana soatiga ham ko'rsatay. Soat 11. Keling, abitdan boshlab ko'raylik. Yevropada mana soat mana taxminan 12 birlar orasida mana signal bo'lyapti. Selga qarang. Mana selga signal bo'lyapti. Mana bu yerdan ochasiz. 7600 punkt. Bitta M1 ning o'zidagi signal. Keyin mana buyga signal bo'ladi bu yerda 1000 punkt. Kichkina yurish, lekin 1000 punkt. Keyin yana kichkina selga signal bo'lyapti, yana 1000 punkt. Mana bu yerda yana buyga signal bo'lyapti 3000 punkt. Men mana katta signallarni o'lchamayapman. Men mana kichkinalarni o'lchayapman. Mana qani hozirgi mana bu kichkina bo'lgan signallarda ham 800 punkt. Kichkina yurish mana arzimagan mana 690 punkt. Mana mening oxirgi signal. Mana bu yerdan sotib olgan taqdirimizda ham
2100 punkt. Ko'ryapsiz? Buni mana oddiy grafikda ham, mana M5 grafikda ham ko'rishimiz mumkin. Juda ham ko'p o'zgarish, mana oxirgi o'zgarish mana bu yerga qarang. 14900 punkt tepaga yuryapti. Apasdan tushib kelgan mana 12800 punkt. Ya'ni juda ham giperaktivlik holatda, shunday holatda adashib qolish hech gap emas. Adashibdan ham nima qilib yorsangiz bankrotlikka olib keladi. Mana misol adashishga misol kechagi holatni ko'rsataman. Mana bunga e'tibor bering. Mana kechaginda soat kechki 8 da, ya'ni 20:00 dagi bo'lgan holat. 1 soatning ichida oltin pastga oqqan mana. 39100 punkt. U yoq bu yog'i 40000 punkt. O'ylayapsizmi? Bu degani 0.01 sentli lot ochgan taqdiringizda ham 390-400 dollar plus minus degani. Agar xato ochgan bo'lsangiz 0.01 lotda shuncha sizni olib kirib ketadi degani. Shunaqa holatda sizga kim yordam beradi? Hech kim. Hozir giperaktivlik holatida oddiy tahlillarga qarab ishlash qiyin bo'lib qoldi. Oltin juda ham o'ynoqi, kunduzi ham kechqurun ham tinmayapti. O'sha kechqurun soat 12:00 dan keyin yarim tunda yoki ertalab saharda 3-4 orasida bozor 1 soatga yopiladi. Ya'ni bozor juda past ishlamaslik kerak. O'sha paytda ham juda ham giperaktiv holatda ishlayapti. Demak, bu holatda bizga nima yordam beradi? Faqatgina bu holatda bizga yordam beradigan narsa shuki, biz faqatgina mana shunday texnikalarning kuchidan foydalanibgina ishlay olamiz. Mana bu yerda mana ko'tarilib chiqdi, shuncha ko'tarildi. Endi qaytadi desangiz, qaytadimi? Yo'q, bilmaysiz. Siz mana bunga qarab bilishingiz mumkin. Bunda elementlari bor. Ya'ni mana bu yerda mana strelkalar bor. Ko'k yonyapti yoki mana bu yerda signal nuqtasi paydo bo'ladi. Ko'k nuqta paydo bo'lsa, demak tepaga olish kerak. Undan tashqari mana bu yerda tasdiqlovchi nuqtalar yonadi. Mana bu yerda tayyor o'zi podderishka chiziqlari chizib qo'yadi. Mana kulrang kuchsizroq podderishka, mana oq kuchliroq podderishka, sопротивление chiziqlari deb o'zi tayyor sizga tahlil qilib beradi. Bemalol M1 dan boshlab o'sha 1 kunlik, 1 oylikgacha farqi yo'q. Mana qarang. Hozir mana sel signal paydo bo'lyapti. Mana qarang. Agar shu juda ham tez tutadi bu. Selga harakat boshlandimi, mana bu yerda tutadi. Signal keyin joyini o'zgartirib qo'ymaydi. Yonishdan oldin 1-2 marta o'chib yonadi, tasdiqlanib olguncha, tasdiqlandimi, bo'ldi, tamom. Mana bu yerda yondi, shu chiziq bo'ldi, tamom. Endi bu o'chmaydi. Agar mabodo narx tepaga chiqib pastga qarab ketib qolgan taqdirda ham yangi sel signal paydo bo'ladi va mana bu yerda stop loss o'rinlari bor. Ya'ni bu programma bilan ishlashda stop loss o'rinlari borki, siz qo'rqmaysiz. Bu doim ish beradimi? 10 tadan nechta signallar xato yoki to'g'ri chiqadi deganlarga hozirgi kunda hamma signali 10 tadan 9 tasi to'g'ri chiqyapti, lekin sizga garantiya berib, bemalol 10 tadan 7 tasi to'g'ri chiqadi deb ayta olaman, chunki orada bir ikkita xatoliklar bo'lib qolishi mumkin. U ham qanday holatda? Narx yonga qarab yurganda bo'ladi. Ya'ni yonga qarab ham qanday yurganda? Misol deylik, hozir yonga yurgan holatni ko'rsatay. Endi narx 500 punktdan kam miqdorda yonga qarab yurganda, ya'ni 500 punkt oralig'idan juda ham kam. Mana misol, mana bu holat deylik. O'lchaymiz. Lekin bu unga misol bo'la olmaydi, chunki bu yerda 2000 punkt oralig'ida yurganda. Avvallari oltin unchalik agressiv emas edi-da. Misol mana shu qismni oladigan bo'lsak, shu qism 500 punkt orasida bo'lib qolsa agar, yo tepaga emas, yo pastga emas bo'lib qoladi, o'sha paytida effekt kamayardi. 2-3 ta qisqa signal bo'lib qolardi, yolg'on signal. Ya'ni qisqa signal bo'ladi-yu, narx yura olmasdan orqaga qaytaman deydi, yana signal bo'ladi. Shunda ozroq minus bo'lishi mumkin edi. Lekin hozir mana shu oraliqqa o'zi 2000 punkt bo'lgani uchun siz bitta signaldan yo'q deganda avvallari 200 punkt tutardik. Siz hozir kamida 500 punkt tutganingizda ham bemalol hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Mana bunaqa kuchli harakatlarda esa bitta signaldan kami 1000 punkt, maksimal 5000 punkt tutishingiz mumkin. Keling biz fantastika qilmaylik. Matematik hisoblaylik. Bitta signaldan ko'p emas, atiga 400 punktdan tutsangiz, bir kun mobaynida va 5 ta dona signal tutsangiz, men hozir garantiya beraman sizga, bir kunda 2000 punkt ishlashingiz mumkin. 2000 punkt qanchaga teng bo'ladi? Bu eng kichik 001 lotda teng bo'ladi 20 dollarga. 20 dollarga teng bo'ladi. Sizda 100 dollar bo'lsa, deylik, balansingizda 100 dollar ko'payapti 20 ga. Bu nechi bo'ladi? 20% bo'ladi. Bu sizga nima? Yetmaydimi bir kunga?
Agar bu $1000 bilan bo'lsa, siz kuniga bemalol 50, 100, 200 dollargacha topishingiz mumkin. Chunki holat juda ham ajoyib, juda ham chiroyli holatda. Sizni qiladigan ishingiz bu bilan qanday ishlayman deganlarga shunday. Bu programma MetaTrader 4 ga o'rnatasiz va bitta xohlasangiz katta monitorga qo'yib olsangiz ham bo'ladi. Hozir mening notebookimda biroz kichikroq ko'rinadi. Meni monitorim ham bor. Monitorga katta qilib o'ylab olaman. Bemalol ko'rinadi. Bitta oddiy grafik, bitta signal programma o'rnatgan grafik ochib olasiz. Yoki bitta 1 minutlik, bitta 5 minutlik ochib olasiz va qarab ishlab ketaverasiz. Signal bo'lsa ochasiz mana. Deylik, signal bo'ldi. Misol bayga signal bo'ldi. Ochasiz. Stop lossini o'rni bor, stop lossini qo'yasiz va kamida o'sha o'zingizga yetarlicha punktga take profit qo'yasiz, tamom. Kutasiz. Signalni olasiz, bo'ldi, tamom. Keyin yana ikkinchi signalni kutasiz. Ikkinchi signal bo'ldimi? Unga olasiz, stop lossini qo'yasiz, take profitni qo'yasiz, yopasiz. Lotni xohlasangiz bir xilda oshirmay keting. Xohlasangiz Lisenko usuli deydi. Misol birinchi 001 lot ochasiz, keyingisiga 02, keyingisiga 03 shu tarzda oshirib ketsangiz ham bo'ladi. Ya'ni mabodo xato chiqqan taqdirda ham. Statistikaga ko'ra biz M5 da avvalgi o'sha bozor past bo'lgan holatlarni sanaganmiz. Maksimum 4 tagacha xato chiqishi mumkin. Tasavvur qiling, mana bunday holat deylik, mana bu yerni misol qilaman. Bu yerda o'zi xato emas, men prosta misol uchun mana bu yerga buy bo'ldi, ochdingiz, xato chiqdi, stop loss urdi 1. Ikkinchi sell bo'ldi, stop loss urdi 2, mana bu yerda 3, baribir 4 yoki 5 signal shunday katta yurish beradi va avvalgi ziyonlaringiz bemalol qoplanadi. Bu flat holatida. Oltin biroz flatga tushib qoladi-ku, Flatga tushib qolib, biroz to'xtalib turganda yo tepaga yo pastga yuradimi? Albatta qaysi tomonigadir kuchli yurib ketadi. O'sha paytda mana edi bir ikkita mayda signallar xato chiqsa ham siz yutqazmaysiz. Hozir zamon rivojlanib ketdi. Hozir bozorda o'yinlar ko'p, oddiy tahlil qilib, oddiy mana shu yerga poddershka chizig'i chizib qo'ygani bilan kelib qaytadi deyish yoki yorib o'tib ketadi deb aytish qiyin. Hozir shunday bo'lyaptiki, hozir ssenariyni ko'rsataman. Avvallari bizda 2-3 xil variant bo'lardi. Mana bu yerda mana poddershka chizig'i bo'lsa, narx shu yergacha kelardi-da, tegib qaytardi. Birinchi variant. Bu birinchi variant. Ikkinchisi tegib yorib o'tib ketardi. Bu ikkinchi variant. Yoki yana uchinchi variant bor edi. Tegib yorib o'tib biroz qaytib tepaga ketar edi. Xuddi shunaqa 2-3 xil variantlar bor edi. Hozir variant juda ham ko'p. Siz bilmaysiz nima bo'ladi. Bu yerga kelib yorib o'tib yana pastga ketib qolishi mumkin. Bitta jinni variant. Yoki kelib tegib yorib o'tganday bo'lib keyin yana tepaga ketib qolishi mumkin. Yoki shu yerga kelib turib to'xtab qolib turib, yonga yurib turib, keyin yo tepaga yo pastga ketib qolishi mumkin. Yoki eng yomoni hozir tilla mana bunday harakat qilyapti. Poddershkaga keladi. Yorib o'tganday bo'ladi. Pastga tushadi. Bo'ldi, tegib qayt desangiz tepaga ketadi yoki mana bunday holat qiladi. Endi bunaqa holatda endi bizga qanaqadir trend chiziqlari ham, har xil poddershka chiziqlari ham yoki strategiyalar ham ish bermaydi. Shu holatda mana bunday texnika kuchidan foydalanishingiz mumkin. Chunki bu kichik tebranishni ham tutadi. Mana qarang. Hozir mana narx tepaga yurayotgan edi va mana pastga hozir signal tutibdi. Mana ko'raylik shuni. Mana M1 da. Mana qarang, shu yerda qancha harakat bo'ldi. Hozir bu kunduz Yevropa sessiyasi, bu hali u Amerika sessiyasi emas. Mana shu yeri o'zida 1900 tepaga chiqqan va mana sell signal bo'lyapti. Mana bu yerda yana pastga qancha 1900, 1000, 2000 pastga tushgan. Mana shu yerda sell signal bo'ldimi? Mana sell signal bo'ldi deb o'zi xabar beradi. Shunday sell signal bo'ldimi, selga ochasiz. Tamom. Kutasiz, foyda bo'ldimi, yopasiz. Foyda bo'lmadimi, nima qilasiz? Shunaqa juda ham ajoyib holatda ishlaydi. Agar hozir mana qarang, selga signal bo'ldi, siz ochib yopdingiz yoki juda ham tez tepaga ketib qolsa, tepaga bo'lib ketaveradi. Mana qarang, hozirgi moment mana zo'r bo'lyapti. Mana selga signal bo'ldi dedi 1 minut ichida, lekin narx keskin tepaga ketyapti. Mana bayga bo'lyapti deyapti. Faqat 1-2 marta uchib yonadi, ya'ni tasdiqlanguncha. Lekin tasdiqlangandan keyin bo'ldi, joyini o'zgartirmaydi. Ya'ni ba'zi bir indikatorlarga o'xshab, mana bu yerda paydo bo'lib, keyin mana bu yerda, keyin mana bu yerda emas. Yo'q, bo'ldi. Mana shu yerda paydo bo'ldimi? Tamom. Agar shu tepaga yurmasdan yana qaytib kelsa, yana selga signal bo'lgan taqdirda ham mana bu stop lossini joyini saqlaydi. Buni yaxshi tomoni ham shunda. Bu juda ham kuchli programmistlar tomonidan ishlab chiqilgan va realniy vaqtda
signallarni tutadi. Siz bundan bemalol foydalanib avvaliga bir haftacha sinab ko'rasiz, o'rganib olasiz va bemalol ishlaysiz. Bundan qachon foyda olmasligi mumkin? Qachonki ishlata olmasangiz, ya'ni bayga bo'lsa selga bo'lsa bayga ochib yoki stop losslarni joy-joyiga qo'ymasdan yoki noto'g'ri qo'yib, buni albatta menda tavsiya darslari bor, buni ko'rib olasiz. Ushbu signal programmamiz qimmat emas. Buni prosta shunday giperaktivlik holatida pul yo'qotayotganlar yoki ishlamayotganlarga yordam sifatida aytyapman. Kerak bo'lsa bemalol murojaat qiling. Video ostida yoki ekranda mana telefon raqam aloqa kontaktlarini qoldirdim. Bemalol shundan olib foyda qilsangiz va shu orqali 3-4 so'm demak rizqingizni tersangiz, bu demak o'zingizga foyda bo'ladi. Sizlar bilan Nozimjon Yo'ldashev ushbu videoda Forex Signal programmamizni kichik obzorini qilib berdim. Bundan men doim foydalanaman. Men ochko'zlik qilmayman. Ba'zilar savol berishi mumkin. Shunaqa programmang bo'lsa nimaga millioner emassan? Yo'q, ochko'zlik qilmaslik kerak. Biz ham bunda shoshilmasdan o'sha kichkina lotda asta-asta olamiz, foydamizni olamiz, o'sha kunlik va biz ham o'sha kunlik foydamizni olamiz, bo'ldi, tamom, bozordan chiqib ketamiz. Unaqa ochko'zlik qilish kerak emas. Hurmatli do'stlar, hozir ko'pchilik giperaktivlik holatda ishlashga qiynaladi, ayniqsa yangilar yoki puli kamlar. Shuning uchun tavsiya qilaman, ushbu Forex Signal programmasini olib foydalanib ko'ring. Unaqaligi nima deydi? Yolg'on narsa emas bu. 2019-yildan bir ishlatamiz. Pashti 5-6 yildan bir sinovdan o'tgan narsa va bu zamonga qarab misol u buzilmayapti, o'zgarib qolmayapti. Qaytaga moslashtirib ketyapmiz. Avval bozor kichkina kam yurganda, demak katta time framelardan foydalandik. Hozir tez yurganda hattoki M1 dan foydalanyapmiz. Qarang, avvallari M1 ga qaramas degan. Mana shu Forex Signal programmasi sizga yordam beradi degan o'ydaman. Buni olish, nima qilish majburiy emas. Hech kimga bir olinglar mana deb maqtayotgan yerim yo'q yoki qanaqadir natijalarni mana deb har kuni ko'rsatavermayman. Men o'tgan yil 25-yil avgust oyida adashmasam, men 2025-yil o'zim bir oy $100 dan eng kichik summadan sinab berganman. 2 haftada $200 ko'paytirib, realniy hisobda sinab berganman. Buni yana mana ikkinchi video agar kommentga yozing, sinov kerak bo'lsa, men yana yangitdan istalgan summada sinab ko'rsatib berishim mumkin. Asosiysi xotirjamlik. Kuniga 4 ta 5 ta chiroyli signal tutib qo'yasiz. Albatta, signal misol bunga 1 soat, 2 soat, 3 soat, 4 soatgacha vaqt ketishi mumkin. Albatta vaqt ajratasiz va shuni evaziga keyin chiroyli foydangizni olasiz. Ushbu Forex Signal programmasi kerak bo'lsa, mana aloqa kontaktlarini ana ekraningizda ham bor yoki video ostida qoldirdim. Bemalol murojaat qilib olishingiz mumkin. Albatta shu orqali sizga foydam tegsa, men xursandman. Hech kimga olish majburiy emas, lekin birjada ishlayman, shunda ishlab ketaman, rizqimni olaman degan niyatingiz qat'iy bo'lsa, shunaqa qurilmalar kerak. Hozir zamon robotlarniki, sun'iy intellektniki, texnologiyalarniki bo'lib ketdi. Oddiy qo'lda kirib ishlash 5 yil, 10 yil oldin to'g'ri bo'lardi, lekin hozir imkoniyati yo'q. Bemalol murojaat qiling, tushunmagan savolingiz bo'lsa yozing yoki menga aloqaga chiqing, hammasini gaplashamiz. Sizlar bilan Nozimjon Yo'ldashev, keyingi videolarda ko'rishguncha